odam o'tirib masalan kuni bo'yi kompyuterda bir ish qilyapti. Tarqatyapti. Riboti o'sha uni. Ana shu odam ribotda, dinning chegarasida u odam. Uni riboti o'sha. Ana shuni qilayotgan ishi afzal. Ka'bada o'qigan 1000 rakatidan ham hozir shu kompyuterda o'tirib qilgan ish afzal. Ka'bada o'qigan 1000 rakatidan ham hozir shu kompyuterda o'tirib qilgan ish afzal. Ana uni qilayotgan 1000 rakat ibodati ham bo'lsa, u nusuk. Obidlik o'ziga uni foydasi. Qani bunda masalan hadis bormi bu narsaga? Oyat bormi desa, mana oyatlar. Allazina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Iymon keltirgan, hijrat qilgan, Alloh yo'lida mollari va jonlari bilan jihad qilganlar, Alloh yo'lida darajati yuqori. Nima uchun jihad keltirdi? Chunki bular mana ribotda bular. Aytdik-ku mana. Ilmda jihoddanmi, haqiqiy jihoddanmi bular, o'zini ribotda bular. إذا لهمت ظلمة إشعاعهم